Assalomu alaykum azizlar. Shifokor ya'ni vrach bo'lganim uchun ramashka ya'ni moychechak tarkibidagi moddalarni organizmga bo'ladigan ta'sirini meditsina ya'ni tibbiyotda o'qiladigan kitoblardan foydalanib xalq tilida tushuntirishga harakat qilamiz. Moychechak ya'ni ramashka aptechniya ko'p ishlatiladigan dorivor o'simlik hisoblanadi. Gulida efir moyi bo'lib, tarkibida apenin, humazulin, kadenin va boshqa moddalar bor. Moychechakdan kumarinlar, salichylat kislotasi, ya'ni xalq tilida aspirin, nikotin kislotalari, karotin va boshqa bir qancha moddalar, ya'ni 35 tagacha modda ajratib olingan. Birinchi, moychechak tarkibidagi salichylat kislotasi issiqni, ya'ni temperaturani pasaytirsa, kadenin yo'tal markaziga ta'sir qilib, yo'talni kamaytiradi. Chunki salichylat kislotasi va kadenin bir-birini ta'sir kuchini oshirib beradi. Ikkinchi, salichylat kislotasi borligi uchun revmatizm, podagra kasalliklarida ishlatilinadi. Uchinchi, salichylat kislotasi jigardagi o't qopidan o'tni ajralishini kuchaytirib, ovqatni yaxshiroq hazm bo'lishiga sabab bo'ladi. Ichak harakatini kuchaytirib bergani uchun qabziyatni oldini olishda qatnashadi. To'rtinchi, ramashka siydik haydab qondagi kasallik chaqiruvchi zaharlarni organizmdan chiqarib yuborgani uchun kasal tezroq tuzalib, yana temperaturasi ham tushadi. Beshinchi, humazulin esa allergiyaga, yallig'lanishga qarshi ta'sir qiladi. Yarani bitishini ham tezlashtiradi. Sababi humazulin xuddi gormonga o'xshash ta'sir qiladi, lekin gormon emasligi bilan gormondan farq qiladi. Ramashka damlamasi mikroblarga ta'sir qilgani uchun yaralarni yuvishda, misol uchun angina, stomatit va boshqalarda ishlatilinadi. Yettinchi, ramashka damlamasi tarkibida kumarin, deoksikumarin moddalari borligi uchun qonni ivuvchanligini pasaytirish, ya'ni xalq tilida qonni suyultirish maqsadida ishlatilinadi. Ramashkani yana boshqa foydali xususiyatlari ko'p. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Moychechak ya'ni ramashka tarkibidagi moddalarni organizmga bo'ladigan ta'sirini meditsina ya'ni tibbiyotda o'qiladigan kitoblardan Ibn Sino Tibb qonunlari 1992 yil 1-jild, ya'ni 1-tom, 188-bet, Xalmatov farmakognoziya darslik 1995 yil 201-204 betlar, Azizova farmakologiya 2000 yil, Akopov важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение darslik 1990 yil 399 bet va boshqa bir qancha kitoblardan o'qib tayyorladik.